ikkinchi xotin olganimdan keyin birinchi xotinim ko'chaga mendan so'ramay chiqadigan bo'ldi. Men o'yladim bu folbinga boryapti, kuzatib borib qarasam, folbinnikiga kirib chiqyapti. Ushlab oldim. Somkasini ochib bir nimalar topaman desam, so'zi chiqdi deydi. So'zi, oshga to'g'raydigan so'zi. Xotinimga aytdim, bu so'zini nima qilasan desam, ha ishingiz bo'lmasin deydi. Aytmasang javobingni beraman, ajrashamiz deb qattiq turib olsam, yig'lab aytayapti. Folbinga borib, erim ikkinchi xotinga uylanib oldi desam, so'zi olib kelib uyingdan dedi. Nima qilasam, so'ziga dam urib beraman, erkagingni erligi ishlamay qoladi. Senga ham bo'lmaydi, unga ham bo'lmaydi desa, birinchi xotin shunga ham rozi bo'lib so'zini olib boribdi-da. Eri erkakligi ishlamay qolishiga ham rozi agar ayollar. Ikkinchi xotin bilan yashamasa bo'ladi. Ha u ish bo'lmagandan keyin xola jiyanga o'xshab yashab yuraveradi uni. Shunga ham rozi-da birinchi xotin bilan. O'shaning uchun uni roziligiga qaralmaydi. Eplasa bildirmay olib yurib yashaydi.